Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugungi darsimizda maxsus ta'limda tadqiqotlarning joriylashuvi va amaliyotga tatbiq etish usullari bilan tanishib chiqamiz. Endi esa rejalarimiz bilan tanishsak, maxsus pedagogikada ilmiy tadqiqotlarning metodologik asoslari. Ikkinchi rejamiz esa ilmiy yangiliklarni real ta'lim jarayoniga moslashtirish va integratsiya qilish usullari. Uchinchi rejamiz joriy etilgan tadqiqotlarning samaradorligini baholash va takomillashtirish yo'llari. Endi esa har bir reja bilan alohida tanishib o'tsak. Maxsus pedagogikada ilmiy tadqiqotlarning metodologik asoslarining asosiy prinsiplari. Bularga ilmiy yondashuvlar, metodologik asoslar va tashkiliy prinsiplar kiradi. Ilmiy yondashuvlar bu maxsus pedagogikada tadqiqotlarda ilmiy yondashuvlar muhimdir. Ular amaliyotda kuzatiladigan muammolarni tizimli tarzda o'rganish va hal qilishga yordam beradi. Metodologik asoslar. Tadqiqotlarning asosiy metodologik asoslari aniq va ilmiy asoslangan bo'lib, ular nazariy va amaliy bilimlarni uyg'unlashtirishga yo'naltirilgan hisoblanadi. Tashkiliy prinsiplar. Tadqiqotlarning muvaffaqiyati uchun aniq tashkiliy prinsiplar, masalan, maqsadga muvofiqlik va ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Ilmiy tadqiqotlarda metodologik yondashuvlar va ularning amaliyotga tatbiq imkoniyatlari. Birinchisi, ilmiy yondashuvlar. Ilmiy tadqiqotlarda metodologik yondashuvlar muhim. Ular muammo va maqsadga mos keladigan usullarni tanlashda asosiy rol o'ynaydi. Bu yondashuvlar natijalarni ishonchli va takrorlanadigan qiladi. Metodologik. Ikkinchisi, tadqiqot imkoniyatlari. Tadqiqot bizga qanday imkoniyatlar beradi? Metodologik yondashuvlar amaliyotga keng imkoniyatlar yaratadi. Ularni o'quv jarayonida qo'llash orqali pedagogik innovatsiyalar va muammolarni hal qilish mumkin. Bu bilan ta'lim sifatini oshirishga erishiladi. Integratsiya va rivojlanish. Yaxshi tanlangan metodologiyalar ta'lim va ilmiy tadqiqotlarni integratsiya qilish imkonini beradi. Bu esa yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqish va amaliyotga joriy qilishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy yangiliklarni ta'lim jarayoniga moslashtirishda o'ziga xos yondashuvlar. Innovatsion yondashuvlar. Ilmiy yangiliklarni ta'lim jarayoniga moslashtirishda yangi pedagogik metodlar va texnologiyalarni joriy etish muhimdir. Bu o'quvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan innovatsion yechimlarni yaratishni ta'minlaydi. Har bir talabaning individual ehtiyojlari va qobiliyatlarini hisobga olgan holda ilmiy yangiliklarni shaxsiylashtirilgan ta'lim strategiyalariga tatbiq etish muhimdir. Bu o'quv jarayonining samaradorligini oshiradi. Moslashtirish va sintez. Ilmiy izlanishlar va innovatsiyalarni amaliy ta'limga moslashtirishda ularni mavjud pedagogik metodlarga sintez qilish va ularni kengaytirish muhim ahamiyatga ega. Bu o'quvchilarning rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi. Innovatsion tadqiqotlarni amaliyotga tatbiq etishda muammolar va ularni yengish usullari. Innovatsion muammolar. Innovatsion tadqiqotlarni amaliyotga tatbiq qilishda moliyaviy resurslar va malakali kadrlarning yetishmasligi asosiy muammolardan biridir. Bu yangi metodlarni keng joriy qilishni sekinlashtiradi. Qarshiliklar. O'qituvchilar va mutaxassislar orasida yangi yondashuvlarga qarshilik ularning shubha va tushunmovchiliklari innovatsiyalarni qabul qilishda to'sqinlik qiladi. Bu muammoni hal qilish uchun ta'limda motivatsiya va ma'lumot tarqatish muhim. Yechimlar.
muammolarni yengish uchun moliyaviy qo'llab-quvvatlash, treninglar va mahorat oshirish dasturlarini kengaytirish, shuningdek, innovatsion loyihalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan siyosat ishlab chiqish zarur. Maxsus ta'limda yangi pedagogik yondashuvlarni integratsiya qilishning asosiy tamoyillari. Innovatsion yondashuvlar. Maxsus ta'limda yangi pedagogik yondashuvlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun innovatsion metodlar va texnologiyalarni integratsiya qilish muhim. Bu o'quv jarayonini yanada samarali va moslashuvchan qiladi. Individual yondashuvlar. Har bir talaba ehtiyojlari va imkoniyatlariga mos ravishda shaxsiylashtirilgan yondashuvlar bilan ishlab chiqish o'qitishda muvaffaqiyatni oshiradi va o'quvchilarning qiziqishini kuchaytiradi. Hamkorlik va o'zaro ta'sir. Pedagoglar, ota-onalar va talaba o'rtasida faol hamkorlikni rivojlantirish, amaliyotga yondashuvlarni muvaffaqiyatli tatbiq qilish uchun muhim omil bo'lib, umumiy maqsadga erishishni ta'minlaydi. Maxsus ta'limda tadqiqotlarning samaradorligini baholash uchun asosiy mezonlar. Samara darajasi. Birinchisi. Tadqiqotlarning samaradorligini baholash uchun aniqlangan mezonlar, ularning muvaffaqiyat darajasini o'lchash va takomillashtirish uchun asosiy omillardir. Ishonchlilik va aniqlik. Bu ikkinchi mezon. Tadqiqot natijalarining ishonchliligi va aniqligi uning real amaliyotga ta'sirini baholashda muhim rol o'ynaydi. Bu esa ta'lim sifatini oshiradi. Uchinchisi esa, ya'ni uchinchi mezonimiz natijalarni moslashtirish. Baholash mezonlari yordamida tadqiqot natijalarini ta'lim jarayoniga moslashtirish va yangilash imkoniyatlari aniqlanadi. Bu pedagogik innovatsiyalarni amalga oshirishga yordam beradi. Takomillashtirish uchun tadqiqot natijalarini moslashtirish va yangilash usullari. Birinchi usul. Tadqiqot natijalarini tahlil qilish usuli. Ya'ni, tadqiqot natijalarini moslashtirish uchun avvalo ularning asosiy xulosalarini tahlil qilish muhim hisoblanadi. Bu jarayon yangi pedagogik yondashuvlarni ishlab chiqishda yordam beradi. Ikkinchi usul. Moslashtirish usullari. Natijalarni amaliyotga qo'llash uchun ularni mavjud ta'lim sharoitiga moslashtirish va yanada samarali qilish usullarini ishlab chiqish zarur. Bu jarayon innovatsion yondashuvlarni qo'llash imkoniyatini yaratadi. Uchinchi usul. Yangilash va rivojlantirish. Tadqiqot natijalarini yangilash va rivojlantirish uchun ularni doimiy ravishda baholash va takomillashtirish, yangi pedagogik metodlarni integratsiya qilish muhimdir. Joriy etilgan tadqiqotlarning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'lchash va rivojlantirish yo'llari. Tahlil usullari. Tadqiqotlarning ta'lim jarayoniga ta'sirini o'lchash uchun statistik va sifatli tahlil usullari qo'llaniladi. Bu usullar orqali o'quv natijalarini aniqlash va rivojlantirish mumkin. Baholash mezonlari. Yangi metodologiyalar asosida baholash uchun aniq mezonlar ishlab chiqiladi. Bu mezonlar yordamida tadqiqotlarning amaliyotga ta'sir darajasi aniqlanadi. Keyingisi esa rivojlantirish strategiyalari. Tadqiqot natijalarini rivojlantirish uchun o'qituvchilar va mutaxassislar tomonidan mustahkamlash va yangilash usullari amalga oshiriladi. Endi esa xulosaga o'tsak. Xulosa. Ilmiy tadqiqotlar va amaliyot o'rtasidagi bog'liqlik. Ilmiy tadqiqotlar amaliyot bilan uzviy bog'liq bo'lib, pedagogik innovatsiyalarni yaratishda asosiy rol o'ynaydi va ta'lim sifatini oshiradi. Yangi pedagogik yondashuvlarni muvaffaqiyatli joriy etish, yangi metodlar va texnologiyalarni integratsiya qilish,
shaxsiylashtirish va hamkorlikni rivojlantirish ta'lim jarayonini yanada samarali va moslashuvchan qiladi. Moliyaviy qo'llab-quvvatlash, malaka oshirish va motivatsiya muhim. Ular innovatsiyalarni keng joriy qilish uchun zarur bo'lib, ta'lim sifatini rivojlantiradi. Foydalanilgan adabiyotlarimiz shular. E'tiboringiz uchun rahmat. Darsimiz yakunlandi.